Videoni oxirigacha ko'rmasdan turib, like bosadigan uyni obzorga yetib kelganman. 6-mikrorayon Fayz Mebelning oldida 7 qavatli domning 6-etajda 2 xonali kompaktli uyni obzorga kelganman. Ko'rayotgan barcha mebel texnika jihozlari qoladi. Stollarga bitta baho bering, sifatliligi mana shunday ko'rinib tursa kerak. Xo'p, bu uyning mehmonlar uchun zal qismi 15 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Xo'p, mana bunday koridor qismi pastlari kafel qilingan. Bu esa uyning sanuzel xonalari. Ko'rishingiz mumkin, yuvinish xonasi pastdan tepasigacha kafel qilingan. Uyning hojatxona qismi. Royal aristonlari ham qo'yilgan. Uyning oshxonasini ko'rishingiz mumkin. Ko'rayotgan barcha jihozlaringiz qoladi. Mana bu yerda ovqatni pishirib, ovqatlanish uchun zona taxlab qo'yganlar. Inshaalloh har birlaringizga mana shunday kvartiralar xarid qilish nasib etsin. Bu esa uyning yotoqxona qismi. Kvartira kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiraman, aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin.